qo'llarni ochib duo qilib niyat qilib oling, inshaalloh rostakam muhtoj odamga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Amin. Hammaga assalomu alaykum. Inshaalloh rostakam muhtoj odamlarga eng kamida shunaqa xonadonlar 2026-yilda nasib qilsin. Xonadonimizni kiraverishdagi avtomatik varotalar bilan bitta mashinaga yetarli parkovka, ikkita terrasasi mavjud. Kichkina yashil zonalar bilan o'zini vodopadi, barbekyu zona, sanuzel, xullas yashash uchun hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Kuxnyada terrasaga chiqsangiz bo'ladi. Oila davrasida o'tirishga, tapchan qo'yib o'tirishga joylarni qilib qo'yishgan. Endi birgalikda uyimizning ichkarisini ko'rib chiqamiz. Bismillah. Kiraverishdagi hol, TV zonalarni qilib qo'yishgan. Oila davrasida mazza qilib o'tirishga panoramli oynalar bilan, mashallah, juda ham chiroyli. Kuxnyani o'zingizlar xohlagan dizaynerda remont qilib olishingiz mumkin yoki kelishib olsanglar o'zingizlar xohlagan dizaynerda remont qilib berishadi. Panoramli oynalar bilan. Tak, lestnitsa. Ikkinchi etajiga hozirlik ko'rsatib chiqaman. Gostivoy zal, orqasida o'zini kichkinagina hovlisi mavjud. Bo'lsa gostivoy sanuzel, родительский спальня. O'zini garderob sanuzeli bilan. То есть sanuzel и dushovой ekan, hozir ikkinchi etajdan endi ko'rsatib chiqaman. Agar uyimiz yoqqan bo'lsa, uyimizni обязательно сохранить qilishni esingizdan chiqarmanglar. Inshaalloh kelajakda uy qurmoqchi bo'lsanglar, balkim proyekt yoqib qolsa kerak bo'lib qoladi. Yana bitta xona. Bu xonadan ikkinchi terrasaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Master spalnya. O'zini garderob sanuzeli bilan. Inshaalloh har bitta havas qilib niyat qilgan insonlarga shuni xonadonlar nasib qilsin. Yana bitta детский xona. Yana bitta master spalnya. Interior dizayniga gap yo'q. Juda ham chiroyli set tadbirlar qilishgan ekan. Yana bitta общий sanuzel. Inshaalloh qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoni shunaqa qidirib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yishingiz esingizdan chiqarmanglar.